bitta zapravka bilan 1000 kilometr atrofida yo'l bosar ekan, qaranglar. Ya'ni 3 yil, ya'ni 100 ming kilometr kafolatlari bor ekan. Oilaviy, xudo xolasa, komfort. Italiya bilan совместный. Xudo xolasa, eng qizig'i bu avtomobilda o'zini pulini bo'lib turarga hech qanaqa ustma foizlar yo'q, to'g'rimi? To'g'ri. Hozir biz o'rtoqlar Namangan rasmiy Namanganda Shinray avtosaloniga keldik. Rasmiy dilleri, hech qanaqa haligi olib ustiga qo'yib sotiladigan emas, shu haqiqiy o'sha zavoddan olganda, rasmiy dillerga mana shu inomarkalarda obzor qilamiz o'rtoqlar. Mana buni qaranglar. O'zi navoroti, zavodskiy navorot desa ham bo'ladi. G01 model, G03 Baudisi. Mana bu yoqda Shinray narxlarida ham bir yangilik qilib ketamiz. Eng asosiysi endi o'zimizda mana yuk tashiydigan, passajir tashiydigan odamlarimiz ko'rib tursizlar, zerikkanlar uchun, bir yangi komfort qidirganlar uchun mana bu modelda ham X30L da ham bitta obzor qilamiz o'rtoqlar. Ishonsanglar, yoqtirib qolasizlar. Boshlayveramiz, xudo xolasa. Keling, mana shu G03 dan boshlaylik, bir qiziqtirdik boshida. Xudo xolasa haqiqatdan shu aytganimdek bor, ha. Aka, assalomu alaykum barchaga. Hozir bu mashinamizga Nasi savdo ochildi. O'zini narxini bo'lib to'lash. Haligi ustiga qo'shilmaydimi? Mana qolgan mashinalarga Nasi savdosi bor, lekin ustiga qo'shiladi, qanchadir summa. Bunga qo'shilmaydi. O'zini narxini bo'lib to'ladi. 50% to'lanadi. Qolgan 50%ni 12 oyga. Xo'p, iPhone bu tan narxi qancha o'zi? 239 million. 239 million 50%ni to'lanadi va qolgan 50%ni salon orqali Nasi savdo qilib beriladi. Qancha muddatga? 12 oy. 1 yilga qilib beriladi. Mabodo bir cho'zdirish iloji yo'qmi o'sha? Yo'q. O'sha 1 yilga standart, hamma joyda bir gap yo'q. Endi buni qulayliklari, bu necha kishilik iPhone bu? 7 kishilik oilaviy mashina bo'ladi. Oilaviy mashina. Biz teng qurbonlar ham hammalari haydab yurishibdi, razgollarga qiziqib qolishgan. Bu qo'zg'alishi zo'r buni. Bu qo'zg'alishi nominal. O'rtoqlar, endi hozir bu texnikalarda, mashinalar qulayliklarini bilmagan odam qolmasa kerak. Endi hamma texnikalar bor, konditsioner, uni bittalab aytish shart emas. Monitorlar bor, lekin video ko'ryapsizlarmi? Italyan berib yuboradi uni. Kojinli sideniya, Italyan bayrog'i bu, SVM Italiya. To'g'rimi? Italiya brendi Xitoyda izborka bo'ladi. Xitoyda ishlab chiqaradi. Ko'rib tursizlar, hamma yo'q, shaybali skorlar, xullas komfort. Mana bu yoqda kapitanskiy sideniya mana. Bemalol 3-qatorga men ham xotirjam o'tiraman. Ha, katta, juda joyi katta. O hadovoylari yumshoqmi? Yumshoqligi bo'yicha mana salonning ichida eng yumshog'i shu. Xo'p, endi bu gibrid, ha, bu iPhone? Gibrid, aka. Buni uyda 220 da zaryadlashsa ham bo'ladi. Ham yurganida o'zi ham zaryadga olaveradi. Ha. Xo'p, 1.5 atmosferniy-da bu? 1.5 atmosferniy. И elektromotor. Endi qarang, iPhone bu rasxodi qanaqa bo'ladi benzinga? Rasxodi yosh kattalar 4.5 ta rasxod qiladi deb aytishdi. Bir xilda haligi оборот ko'tarmay tekis. Endi bizga o'xshagan xona qaynoqlar bo'lsa, 5 ta 5.5 ta. Gap yo'q, Tiko'dan ham o'xshaganlar. Qaranglar o'rtoqlar. Xudo xolasa qishda ham tinmaysizlar. Bitta benzinni quyasizlar, metan bekilib oldi, boshqa deyilmaydi ekan. 3 yil 100 ming kilometr kafolati bor. Mana orqalarining balonlari nechilik ekan bu? R17 ekan, o'rtoqlar. Mana bunisi 17 ekan, xudo xolasa. Sassana. Orqasi ham baland. Hozir buni yana bitta qulayligini ko'rsataman. Uncha mashinalarda yo'q qulaylik. Xo'p. Yotqizib. Bagaj. Mana bu oxirgi sidenani olib qo'yishsam bo'ladi. Yig'iladi bu. Keyin bagaj hosil bo'ladi. Bemalol mana yukingiz ko'proq bo'lsa ham shu chamadonlar yuklab sayohatga ketaverasizlar, sayohatga. Ko'p o'sha 7 kishilik mashinalarda bunaqa narsasi yo'q, yig'ilmaydi. Bunda yig'iladi. Yashang. Xullas, akalar, mana shu holat sostenasi yaxshi. Buni ancha bo'ldi bu modellar kelganiga. U buni yurganlar ham bor. Hech qanaqa pretenziya bo'lgani yo'q, to'g'rimi? Faqat moy almashtirish. Keyin iPhone buni zapchastlari haqida bir aytib ketsak bo'ladimi? Zapchastlardan muammo yo'q. Hamma narsasi o'zimizda bor. O'zimizda bor. Yo'q bo'lgan taqdirda Toshkentdan 3 soat, 4 soat yetib keladi.
Xo'p, 3 yil 100 ming kilometr kafolat, narxi qancha edi? 239 yarim. 239 million 500 ming so'm atrofida 50% ni berasizlar. Mana 1 yilga qolgan 50% ni bo'lib Keyin bu narsa to'laysiz. savdolar boshqa promoy nomlarga chiqadi. Ha, nomlariga chiqadi, gap yo'q. Xo'p, Ayibxon endi mana bu meni e'tiborimni tortyapti. G01 FF modeligina. Bu ham SVM Italiya o'rtoqlar, mana o'zi bilinib turibdi. Navrot o'zi bilan qaranglar. Vidlari ham вообще chiroyli. Bu narxi qancha Ayibxon buni? Buni narxi 264 yarim. 264,5 million o'rtoqlar. Buni ham bormi? Bo'lib to'lashi bormi? Qanaqa nasiyalari bormi buni ham? Nasiya savdo bor, narxi o'zgargan holatda bo'ladi. Ustiga qo'shiladi ozgina. Ha. Demak, naqddan ko'ra o'zini pulimiz nasiyaga usti qo'shiladi. O'sha ko'pchiliklarga kredit foizi bor deganlar uchun mana nasiya savdo. Reskuljoid dostup, oynaklari isiydi o'rtoqlar, slipoy zona 360 mi bu? 360. 360 kameralar bor. Tepasi o'rtoqlar panorama lyuk mana. Salonlarni ko'rib turibsizlar, salonlari zo'r ekan-a, qarang. Oq qora. Gap yo'q. Mana bu joyda podsvetkasi bor endi hozir. Yorug' bo'lgancha ko'rinmaydi. Kechqurun polni tushib turadi mana. Eshikgacha ulangan mana joylarda. Video zo'r. Materiallar ham oddiy material emas, yumshoq turib mana eko ko'jirlardan qilingan. Mana bu plastik ham oddiy taqir-tuqir emas, lekin sifatli qalin plastikdan ekan va perforatsiyali koja sijenalar. Xullas premium kurtuslar bu 5 kishilik ekan-a. Asosan 4 kishilik, 5 kishilik ham ketaveradi. Mana orqasiga 3 ta ketaverar ekan. Keng, xudo xolasa bemalol mazza qilib ketaverasizlar. Endi buni motori qanaqa Ayibxon? Motori bir turbina bo'ladi. 122 ta ot kuchi. Bir turbina 127 ta 122 ta. 122 ta ot kuchi. 18 diskasi. Bir turbinaga 122 ta ot kuchi zo'r. Ancha baquvvatroq bu, sal ekonomishli. Ha, sal ekonomik. Rasxod juda ozda. Mana bu ekan 18 lik balon, mana bu texnik ekan. Shirokiy balon. Xo'p, buni orqasi bagaj bormi yo'qmi? Orqasi elektronli bagajlar. Ha, elektron ekan buniki. Endi bundan bitta fishkasi bor. Qolgan narsalar chiqmadi bunaqa narsasi. Zavodskoy sambuferlargacha bor bu. Ha, mana bu sambufer, zavodskiy sambufer zapaskalar, basoy. Gap yo'q. Ha, maza qilib ketarganda, haligi bilsangiz, men ham bozorga chiqaman, navrot qilishadi. Ham o'ylagan holatda mana. Ha. Qoma. Sensori bor ekan, datchiklar, ha? Datchigi bor. Sraz ko'tarib. Boshqa mashinalar bunaqa emas. Hali Jigulilarga navrot qilib katta kolonka qo'yib olishadi, sambufer, ha? Bu bundan o'zi bilan ekan, tayyor ekan. Orqasi bu orqa yuzda ko'pchilik X6 ga o'xshatishdi, mana faralari pashti bir xil. BMW-ya? Ha. Qaranglar, lekin orqa bamperlardan yorib qo'yishibdi, to'g'ri, juda chiroyli chiqibdi. Bu hali ko'pchilik so'rab, o'zingni qildirib qo'yganmisizlar zavodskoy deydi. Yo'q. Bu zavodskoy. Zavodskoy. Yaxshi. Xo'p, buni narxi necha pul ekan? 264 yarim. 264,5 million so'm naqdga, ha? Bo'lib to'lasa qancha bo'lib ketar ekan? Bu ham 50%? 50% mi beradi buni ham? Bo'lib to'lashga 30-40% berishadigan bo'lsa 12 oy. Ha. Agar 50% berishadigan bo'lsa 18 oy. Ha, boshlang'ich to'lov ko'proq bo'lsa, oy cho'zilaveradi, ha? Yaxshi. Olinglar, bu ham 3 yil 100 ming probek kafolat, zapchastlardan muammo yo'q, ha? Xudo xolasa. Xo'p, o'rtoqlar, ana o'zimizni endi bu ham milliy brend bo'lib qoldi. O'zimizdan ishlab chiqaryapti, to'g'rimi? O'zimizdan chiqqan mashina. Ko'rib turibsizlar, X30L modeli. Buni nimasi ham bor, ha? Zavodskiy metani ham bo'ladi, ha? Bu xuddi shunaqa. Ha, bu shunaqasi, ha? Nechtalik metanda chiqyapti bu? Hop, bitta 90 talik, bitta 30 talik. Keyin bu hozir 11 kishilik ekan-a? 11. Bu 9 kishilik ham bo'ladimi buni? Bor, 9 kishi. 9 kishiligi ham bor, ha? Ko'rib turibsizlar, lekin bori Ohangaronda ko'p ekan-a? Bu birinchi chiqqanda Ohangaron polni shuni liniyaga qo'ydi. Damas yo'q. Damas yo'q. X30L'lar haqiqatdan. O'rtoqlar, lekin ancha odam o'z bag'riga olib qo'yar ekan, ko'rib turibsizlar, uzungina. Buni nima qulayliklari bor? Misol uchun mana Damaslar ham mana misol uchun solishtirish noto'g'ri o'zi, lekin Damaslar ham yaxshi mashina. Xalqimiz anchadan hozir ham minib kelishadi, lekin endi ancha komfort bu.
deganim nima ustunliklari bor? Hop. Tashqi jihatidan ancha kengroq mashina, ixchamroq. Aha. Yumshoq balonlarda, yumshoq hadoyi, Aha. elektronika rul, Oynalar elektronli, o'yinlar ham elektron, ABS tormozda, Vestos, konditsioner, injektor motorlar, ha? 1.5 injektor motor, Donus sepli motor. Ha, bu sepli motor o'sha. 1.5 Donus motor, sepli. Bu nechta ot kuchi dedingiz? Bularda 115 ta. 115 ta. Demak, mana yuk mashinalarning motori bunga ham bir xil ikkalasi. Xuddi shu. O'rtoqlar, demak, kuchli motor bo'ladi, chunki usulli motorda. mana bu 2 tonna, 3 tonna yuk tortadigan mashinani motori o'sha bir xil ekan. Ancha baquvvat. Orqasi keng. Yana o'rtoqlar, mana bu biroz yotganligi uchun sizga lekin ancha keng bo'lib turibdi. Mana keng ko'rib turibsizlar. Bemalol chiqib tushib. Keyin mana oynasi ko'pchilik ochilmaydi o'ylar. Aha. Bu oynasi ochiladi. Ha, bu yoqdami? Gap yo'q. Klientlar o'ylagan holatda orqalarida o'zi portichkalar Ha, bor. orqalari o'sha nima hozir chiqib ketish uchun portichkalari bor Bunda ekan. yaxshi tarafi, ichida orqa klientlar o'ylagan holatda Klimat kontrollari bor, ha, o'sha konditsioner bor. yozda konditsioner, qishda Pechka. pechka vazifasini bajaradi. Mana har xil rejimga qo'yib ishlataverar ekansizlar. Mana orqalarini ko'rib turibsizlar. 3 ta, 6 ta, 9 ta, 10 ta shofyor bilan 11 kishilik ekan. Eng qizig'i hali salonni olsangiz linoleum qilishim kerak, qilib o'tirmaysiz ekan. Bunda qilinmaydi. Zapaskalari bor ekan mana. Xo'p, endi buni orqasi resor, ha? O'rtasi resor, amortizator qo'shimchasi bor. Tak. Zadniy заводской chiqadi kamera. Kamerasi bor, sensorli datchiklari bor. Mana bu taglarni ko'rib turibsizlar. Bu nechtalik dedingiz? Metalni? Bitta 90 talik, bitta 30 talik. Mayda 90 talik, a? Ha, o'zi orqasida 90 talik. Orqasida Qornida bor yana 30 talik. Bu заводской. zavodskiy, hech qanaqa добавка nima qilmaydi. Xo'p, bunda o'sha заводской gazligida tablosida ko'rsatadi. Ham gazni, ham benzin. Ha. Uzun SNG knopkasi bor. O'sha knopka orqali boshqariladi. Xo'p, demak bu nalichida bor Ayibxon? Nalichida bor. Misol uchun kelsa Hozir faqat 11 taligi bor. 9 taligi xudo xolasa yaqinda keladi. qancha muddatda? Qachonligini aytolmaymiz. Aytaman. Shartnoma qilamiz, xudo xolasa tezlatib beriladi. Demak, men hozir, misol 9 kishilik olaman deb kelsam, pulini bersam, Shartnoma qilib qo'yamiz bo'ldi. uzoq kutmaydi. Yo'q. Haliga 9 oylab. Yo'q. iPhone buni narxlaridan xuddi mana shu metallisi necha puldan chiqyapti? 189 million 574 ming. Ha, arzonroq varianti bormi buni? Xuddi shuni benzinligi 10 million arzon bilan. Aha, 170, 180 million 957. ha, 180 million. Xohlasangiz benzinli, xohlasangiz metanli. Menga qarang. Hozir bu garantiyasi qanaqa bularga? 60 ming. Ha, bu 60 ming 3 yilga garantiya beradi. O'zimizda chiqqan o'sha. Bularga o'z garantiya shart emas. Ko'pchilik biladi. Hozir Andijon, Farg'ona polni trassasiga shu mashinalar olish. Yana bitta savolda Ayibxon, men Damas olmoqchiman, lekin fikrim o'zgarib bir komfort xohladim. Lekin pulim o'sha Damasga yetadi. Shu bosh to'lovini qilib bersam, nasiya qilib berasizlarmi? Nasiya savdo ham bor, avtokredit ham bor, xohishing. Nasiya savdoga lekin narxi o'zgaradi. O'zgaradi. Shuni batafsil video past telefon raqam bemalol aloqaga chiqib, telefon qilsalar Ayibxon ko'tarishadi, bemalol ma'lumot berishaveradi. Ayibxon endi o'zimizda yuk mashinalarga bir yengil ko'p emas. E'tibor berib ketaylik. Narxlar qanaqa? Aha. Narxlari hozir ko'tarildi. Ko'tarildi. Yo'q, yana ko'tarilsa kerak. Shunaqa gap bor. Xo'p. Bu metallisi ekan-a? Bu заводской metallik, ha. T30 yakka salonlisi o'rtoqlar, restyling bo'ladi, sepli motor, ha. Qulayliklar hamma yo'q, qulay mana. Koja, sijena, xullas ideal holatda. Hamma yumshoq rullar, hamma kenggina, eng qizig'i keng, uzoq yo'lga yukingizni bemalol charchamay borib kelaverasiz. 230 bo'ladi, necha bo'ladi bu? 330 bo'ladi. 315. 315 bo'lar ekan. 315 ga 170. 315 ga 170 zapaskalari bor. Mana bu tunikalarni namuna qilib qo'yishgan. Agar
olsanglar, o'zlarida bor tunikalar tayyor. O'zimizda bor. Xudo xolasa. Mana bu yoqda rezinkalari ham bor. rezinkalar. Tagiga soladigan qo'liga. Urinib yurmaysa bu yoqqa, mana baquvvat xudo xolasa. Narxi necha bo'ladi? 166 million 725 ming. 160 Benzinli variant. Benzinli varianti. Gaz o'rnatilgani 176 million 725. 10 million qimmat bo'ladi. 10 million qimmat bo'ladi. Xo'p, unda ham nasl savdo, har xil Nasl bo'lib savdo to'lash bor. usullari bor, hammasidan bor. Mana-chi dubllari, necha pul bo'lyapti Bu bu? kabina yaqinda skidkasi tugadi buni. Ha, skidka tugadi o'sha, o'tgan oyda qiluvdik-a. 176 million. 176 million. Bu metan benzin, Bu zavodskoy benzinligi. benzinligi. Motorlar bir xil-a? Motor bir xil bo'ladi. Bir xil bo'ladi. Ichlari keng. O'tgan safar orqasiga 4 ta barzangi erkak sig'dik. Bemalol 4 kishimidi, 5 kishimidi? 5 kishi. 5 kishi edik o'rtoqlar, 5 kishi. Orqasini o'ziga 5 kishi xotirjamsiz. Ancha keng. Sakrab ham chiqib, kinolarda sakrab o'tib ketadi-ya. Shunaqa darajada keng. Azor. Bu 2 metr oshiq ancha bu. 260 ga 172. Endi ham endi 260 o'rtoqlar. Gap yo'q. Xullas, akalar kafolatlari bor. Buning narxi necha pul? T32 176 million. 176 million benzinli varianti. Tak, xullas akalar, olasanglar qo'sh baloni bor, ha? Olaman. Qo'sh balon hozir bizni tugab qoldi, vitrinadagina olib chiqib ketishgacha. Ya keladi. Shunda keladi, ha. Video chiqquncha kelsa kerak. Undan boshqa turli tuman modellar bor. Kelinglar Namangan Shinray avtosaloniga. Bu yoqda BAV M7 bor. Joylong bor. Bu necha kishilik joylonglar? Joylong 19 kishilik, yangi keldi. Bu yangi keldi. Tur firmalari bor. Hozir skidkaga tushgan. Skidkada tushgan. 332 million. 364 million shahar. Aha. Kattaligiga qarab. Ob'yom ko'p ekan-a. Xo'p, manzilda aytib kelsak, aytib manzilni bir tushuntirib oling. Namangan shahar. Aha. Lola jahon bozoridan Aha. Mikron tarafga yurishlarida Aha. Nestle zapravkadan 500 metr. Biz o'tganda Mikron tarafga yurish. Shinray SVM mana Namanganda rasmiy diler kelaverasizlar. Batafsil ma'lumotni ushbu raqamlarga aloqa chiqib olaverasizlar. Kelinglar, tashrif buyuringlar, xudo xolasa. Xursand bo'lib, yangi mashinalarni chiqib ketaverasizlar. Rahmat. Ko'rishguncha.